Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 2026-yil 29-mart kuni turibmiz. Ukalarim mana matchini sotishdi. 2006-yilda ishlab chiqarilgan tomdan past kraska desa ham bo'laveradi. Yurgan turganlar o'ta go'zal ekan. Muzika hamma yoq borishgan ekan, gum bo'lib u yoqqa eshitilyapti. Mana mana shu mashina $1700 sotildi aziz vatandoshlar. Kimda haligi Tekyo Matiz minaman degan odamlar bo'lsa, narx-navolardan xabardor bo'lib qo'yaverasizlar. 2006-yil holati go'zal mana. Zo'r ekan, balon hamma yo'q narsasi zo'r ekan. $1700 ukalarimiz olishdi. Mana ishlarini ham ko'rsatib qo'yaman. Voh jonivor, rollarni qo'yib mana. Muzikalarni o'ta bo'yga o'tirishar ekan mana. Bitta ochib qo'y muzikasini. Samferni uzib qo'yishdi mana. $1700 aziz vatandoshlar, shunga qarab turib xulosa chiqarib olaverasizlar. Spark avtomobilimiz mana 2011-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi top toza. Hamma yo'q bor. Rol, pult, start stop, nima qilish kerak bo'lsa mana diskalarni ham qo'yib yuborgan mana. Sharxonning mashinasi mana rol mana. Manto'llar ham zo'rlaridan mana. Radar, padar, pult, hamma yo'q bilan billa. Shunda kim 4000 sanasa shuni berib yuboraman deyapti. Top toza ekan. $4000 shunda sanasa berib yuboraman deyapti. So'raverasizlarmi? 90 217 30 77 93 577 76 79 telefon qilaverasizlar. Bu mana o'zimizni qizil jentramiz yana tayyorlab olib chiqdik boshqatdan. Xohlovchilarga mana buni ham sotaveramiz mana, xudo xohlasa.